Okey, to'g'ri tushuning, mediaga olib chiqmasak bo'lmaydi. Xo'p desangiz nima bo'ladi? Tajriba 8 yildan oshiq ekan. 5000 dan ortiq bemorlarni professional tarzda davolagan ekansiz. Mediaga chiqishga nima to'sqinlik qilyapti, hayronman. 300 nafardan ko'p vrachlarga master klass ham o'tgan ekansiz. Yetmaganiga aynan sizning yo'nalishingiz bo'yicha yaxshi vrachlar bor bo'lgani bilan, lekin odamlarga kerakli kontentni ulashayotganlar kam. Shunda ham endi bilmadim. Men roziman. Faqat bitta shartim bor. Siyqasi chiqib ketgan videolar qilmaymiz. Odamlarni turli bo'lmas narsa bilan obuna bo'lishga undamaymiz. Faqat mutaxassislikni ochib beruvchi foydali kontentlar qilamiz. Bo'ldi aka, bor ekansiz-ku. Yana bitta iltimos, mutaxassislikni ochib berishdan oldin shaxsiyatni ochib beruvchi sizni yaqinroqdan tanishga yordam beradigan reyslar qilamiz. Bo'ldi, kelishdik. Rahmat aka. Ortoped, restavrator, vrachdan qanaqa savolingiz bor kommentariyada yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda Eldor akadan o'sha savollarga javob berishga harakat qilamiz. Eldor aka, rahmat. Ko'rishamiz aka.